yo'llarda, ko'chalarda avariyalar juda ko'payib ketdi, qiz ko'payib ketdi. Butun Qirg'izistonda, O'sh, Qaravon hamma joylarda hozirgi o'sha g'ayri xodimlarimizni bergan ma'lumotga qaraganda o'tgan yili 30% bo'lsa, bu yil 40% ga chiqdi deyapti. 10% ko'tarildi deyapti. Avariya, halokat odamlarning o'rtasida. Shuning uchun muhtaram azizlar, bizdan endi xalqdan jamoatga yetkazib qo'yishimizni, xalqning insonlarni joni o'zi uchun qadrli, har bir insonning o'zi uchun joni qadrli bo'lmasa, unda qanday ma'no chiqadi? Bu odamning qanday odamligi, qanday insonligi paydo bo'ladi? Sizni joningiz o'ziga qadrli bo'lmasa, joningiz 2 pul bo'lsa, shunday bo'lmayaptimi hozir? Asfaltlarimiz tekis bo'lib qolsa, bu mashinani tez bos degani emas-ku. O'yin chuqur bo'lgan yaxshimi? Odamlar aytadi, bizga ashqani kecha o'yin chuqur yo'l yaxshi ekan, sekin shunday eplab bo'lmayapti hozir deyapti yoshlar. Aytaylik, bolalarimizga yetkazib qo'yaylik birodarlar. Sekin yur bolam, 5 minut kech qolarsan, 10 minut kech qolarsan, sekin sog'lom yetib borasan lekin. Birovni joniga zarar yetkazasan, o'zingni joningga zarar yetkazasan, joningning qadri yo'qmi? Hayot senga kerak emasmi? O'spirinsan, endi bitta ikkita bolali bo'lding. Yoki o'spirinsan, bolam hali hayot oldinda, yashash umiding yo'qmi deb ayting bolalaringizga, yetkazaylik birodarlar. Sekinroq yurdinglar. Asfalt tekis bo'lsa degani bu vagonlarni bos degani emas bu. Qo'rqib ketasiz haqiqatdan. Yoki mana mashina qo'yishlar. Endi masjidga kelyapmiz, alhamdulillah deylik, juma kunida namoz uchun kelyapmiz. Men namozga keldim, men xohlagan joyga qo'yaman degani emas haqiqatdan. Tartib, odob degan narsa yaxshilik. Islomimiz, dinimiz fazilati emas bu. Qo'yakanda bir kelib ketadigan yo'l-yo'lakay mashinalarga halal bermaydigan qilib, boshqa kelib ketayotganlarni yo'lini to'smaydigan qilib, birovning mashinasiga birov tegib ketishga majbur qilmaydigan joyni tor qo'yib, xohlagan joyimizga qo'yib ketaverishlik bu o'zimizning aql farosatimizga bog'liq emasmi? Men o'zim xohlagan joyimga qo'yaman, men qo'yalayman desak, aqlli degani emas, zo'r degani emas bu. Eng ahmoqlik, pastlik, eng kuchsizlik, zaiflik degani bu. Aks teskarisi bu. Siz o'zingizni men zo'rman deb o'ylamang, xohlagan joyga ko'ndaligingga qo'yib ketaveraman. Qo'yayotganda ham tartib bilan har bir narsa. Umuman olganda musulmonga zarar yetkazish kerak emas. Hadislar bor-ku. Mo'minning haqqi bor, mo'minning haqqi bor deganlar. Mana shular hammasi haqlar. Shularning haqqini poymol qiladigan bo'lsak, biz hadisga muvofiq emas, teskari turgan bo'lamiz. Hadisga zid ish qilgan bo'lamiz. Sunnatga muvofiq ish qayerda bo'lmaylik, nima ma'noda, nima masalada bo'lmaylik, bir-birimizga zarar yetkazmaydigan ish qilishimiz kerak. Jonimizga, molimizga zarar yetkazmaydigan ish qilganimiz haqiqiy mo'min komilligimizning dalolati va sunnatga muvofiq ish bo'ladi. Alloh tavfiq bersin.